Diqqat! Bugun siz eshitadigan ma'lumot oddiy shou-biznes yangiligi emas. Bu xabar ortida inson taqdiri, og'ir sinovlar va ko'pchilik bilmagan haqiqatlar yashiringan. Ayniqsa, bu voqealar o'zbek sahnasidagi taniqli ijodkor nomi bilan bog'liq bo'lgani vaziyatni yanada jiddiylashtiradi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz Tezkor axborot kanaldasiz. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek shou-biznesi vakillaridan biri Nilufar Usmonova hayoti bilan bog'liq turli xabarlar keng tarqalmoqda. Ushbu ma'lumotlar jamoatchilik e'tiborini tortdi va ko'plab savollarni yuzaga keltirdi. Nega aynan hozir bu mavzu yana kun tartibiga chiqdi? Ushbu xabarlar ortida qanday haqiqatlar bor? Ma'lumki, Nilufar Usmonova dastlab keng jamoatchilikka mashhur xonanda Yulduz Usmonovaning qizi sifatida tanilgan edi. Ammo vaqt o'tishi bilan u mustaqil ijodkor sifatida o'z o'rnini topdi. Bu jarayon esa oson kechmaganini uning o'zi ham bir necha bor ta'kidlagan. Ijodkorning bolalik yillari ham oddiy kechmagan. U ota-ona mehriga to'liq to'yib ulgamaganini intervyularda ochiq aytgan. Bolaligi Marg'ilonda, buvisining hovlisida o'tgan. U yerda mehr bo'lgan, ammo ota-ona bag'rining o'rni boshqa ekanini u juda erta anglagan. Nilufar Usmonova bolaligidan san'atga qiziqqan. U ilk bor sahnaga yoshligida chiqqan va onasi bilan birgalikda qo'shiq ijro etgan. Shu orqali u san'at muhitiga kirib kelgan. Keyinchalik esa ta'lim olish uchun Toshkentga olib kelinadi. Hatto xorijda ham o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa uning dunyoqarashini kengaytirgan. Ammo ijod yo'li bilan bir qatorda uning shaxsiy hayoti ham murakkab kechgan. U juda yoshligida turmush qurgan va qisqa vaqt ichida onalik baxtiga erishgan. Biroq bu nikoh uzoq davom etmagan. Ajralishdan so'ng u ruhiy tushkunlikka tushganini ham yashirmagan. Bu yerda yana bir muhim savol paydo bo'ladi. Nega yosh ijodkorlar hayotida bunday keskin burilishlar tez-tez uchraydi? Bu shaxsiy tanlovmi yoki tashqi bosimlarning natijasimi? Nilufar Usmonova o'z intervyularida onasi bilan ham ayrim masalalarda kelishmovchiliklar bo'lganini aytgan. Hatto bir paytlar o'g'li bilan alohida yashashga majbur bo'lganini ham tan olgan. Bu qaror uning hayotida muhim burilish nuqtasiga aylangan. Moddiy qiyinchiliklar ham uning hayotida jiddiy sinov bo'lgan. U bir necha bor oddiy sharoitlarda yashaganini, hatto bolasi bilan juda kam imkoniyatlar ichida kun kechirganini aytgan. Shu vaziyatda u turli yo'llar bilan daromad topishga harakat qilgan. Bu esa yana bir savolni o'rtaga qo'yadi. Mashhur insonlar ortidagi hayot qanchalik murakkab? Tomoshabinlar ko'radigan sahna ortida qanday haqiqatlar yashiringan? Aynan mana shu qiyinchiliklar uni yanada chiniqtirdi. U to'ylarda chiqish qila boshladi. Asta-sekin o'z auditoriyasini shakllantirdi. Bu jarayon orqali u mustaqil ijodkor sifatida tanila boshladi. Keyinchalik u oliy ta'lim ham oldi. Toshkent davlat yuridik institutida tahsil olib, uni muvaffaqiyatli tamomladi. Bu esa uning faqat san'at emas, balki bilim sohasida ham o'z ustida ishlaganini ko'rsatadi. Bugungi kunda Nilufar Usmonova 5 farzandning onasi. U intervyularda yana farzand ko'rish niyati borligini ham bildirgan. Bu esa uning oilaga bo'lgan qarashlari va bolalikdagi orzulari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ammo yana bir muhim jihat bor. U hozirgi kunda farzandlarini yolg'iz tarbiyalayotganini ham aytgan. Bu esa yana bir bor uning zimmasidagi mas'uliyat naqadar katta ekanini ko'rsatadi. Bu holat ko'plab ayollar uchun ham tanish bo'lishi mumkin. Yolg'iz ona bo'lish, farzandlarni tarbiyalash va bir vaqtning o'zida ishlash bu oson vazifa emas. Nilufar Usmonova bu sinovlardan o'tgan inson sifatida bu jarayonni ochiq tasvirlab bergan. Bugungi kunda u nafaqat san'at, balki tadbirkorlik bilan ham shug'ullanmoqda. Uning bir necha biznes loyihalari mavjud. Bu esa uning hayotga bo'lgan yondashuvi o'zgarganini ko'rsatadi. Yana bir savol, bu muvaffaqiyatlar ortida qanday mehnat yotibdi? Qiyinchiliklar insonni sindiradimi yoki kuchaytiradimi? Nilufar Usmonovaning hayoti misolida ko'rish mumkinki, og'ir sinovlar ba'zan insonni yanada mustahkam qiladi, ammo bu jarayon har doim ham oson kechmaydi. So'nggi paytlarda uning hayoti bilan bog'liq xabarlarning yana tarqalishi jamoatchilik e'tiborini tortmoqda. Bu esa shuni ko'rsatadiki, odamlar nafaqat ijod, balki insoniy taqdirlarga ham qiziqmoqda. Bugungi voqealardan qanday xulosa qilish mumkin? Demak, har bir mashhur inson ortida murakkab hayot, sinovlar va kurash mavjud. Ularni faqat sahnadagi obrazlar orqali baholash yetarli emas. Kelgusida bu kabi hikoyalar yana oshkor bo'ladimi yoki jamiyat mashhurlarning shaxsiy hayotiga bo'lgan qiziqishi kamayadimi? Bu savollar ochiq qolmoqda.
Hurmatli tomoshabinlar, siz bu holat haqida qanday fikrdasiz? Mashhur insonlarning shaxsiy hayoti jamoatchilik uchun qanchalik ochiq bo'lishi kerak? Eng muhim va dolzarb yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Tezkor axborot kanalini kuzatishda davom eting. Ushbu videoni boshqalarga ham ulashing, zero bu mavzu ko'pchilik uchun muhim bo'lishi mumkin.